Assalomu alaykum. Nurmat Imomov yana sizlar bilan navbatdagi she'rimni e'tiborlaringizga havola etaman. Odatin tarki yo'q qilmishi ayon, nishlarin so'qmay turmaydi chayon. Yetmasin bizlardan hech kimga ziyon, qilmaylik ba'zan xorchayonning ishin. Qo'l cho'zaylik do'stga har qanday yindam, yaxshilikni bilsa bilmasalar ham, bog'laylik mehrni rishtasin mahkam, qilmaylik ba'zan xorchayonning ishin. Yulunmasin sharm andisha yuzdan, nurlari mehrni so'nmasin ko'zdan, bilaylik haddimiz ketmaylik o'zdan, qilmaylik ba'zan xorchayonning ishin. Ezgu amallarni qilib yashaylik, siylai rahimni bilib yashaylik, Nur Muhammad ahil bo'lib yashaylik, qilmaylik ba'zan xorchayonning ishin. Nurmat Imomov, Qashqadaryo viloyati G'uzor tumani. Omon bo'ling, qadrli muxlis.